Ba'zi damlarda hayotingdan qoniqmaysan. Yo'lingdan chiqqan hamma narsadan shikoyat qilasan. Hayotga va o'sha paytda mavjud bo'lgan imkoniyatlarga qarshi isyon qilasan. Haftada 6 kun ishlagandan so'ng dam olish kuni keladi. Ertalab turib qarasang, havoning avzoyi buzuq. Birozdan so'ng yomg'ir yog'adi. Sen yana isyon qilasan. Boshqalarning hayotiga qarab, ular hayotiga kiritgan insonlari bilan baxtli ekanini ko'rib og'rinasan va yana isyon qilasan. Ovqat yeysan, ta'mini yoqtirmaysan, isyon qilasan. Sen hatto isyon qilish uchun bahona bo'la olmaydigan narsalarga qarshi isyon ko'tarasan. Isyon qilishga shunchalik odatlanib qolasanki, natijada shukr qilishni unutasan. Aslida eng samarali malham shukr qilish ekanligini esa bilmaysan. Tom Robbins shunday deydi: hayot siz xohlagan narsani taklif qilmaydi. Agar shunday qilsa-da, u to'g'ri kelmaydi. Yo vaqt noto'g'ri yoki makon. Agar sen xohlagan narsalar senga kelmasa, kutma. O'zing ular tomon bor. Yo'lingdan chiqqan hamma narsaga qarshi isyon ko'tarish bilan hech narsaga erisha olmaysan. Kel, yaxshisi senga bir jurnalist va 102 yoshli erkakning hikoyasini aytib beraman. Bir kuni jurnalist 102 yoshli keksa bir odamning uyiga intervyu olish uchun boradi. U uyga kirishi bilan eng avvalo choldan uzoq umr ko'rishning sirini va bu yoshda ham sog'lom, baquvvat va baxtiyor bo'lish uchun nimalar qilishni so'raydi. U kutgan javob: hech qachon chekmadim, o'zimni koyitmadim, doim qatiq ichdim, ayron ichdim, ertalab sport bilan shug'ullandim kabi gaplar edi. Ammo chol jurnalistga shunday javob beradi: o'g'lim, Allohning menga inom qilgan har bir yangi kunida erta uyg'onib, o'rnimni tartibga keltiraman va har qanday holatimga shukr qilgancha deraza oldiga boraman. 1-2 daqiqa tin olgandan so'ng havo quyoshli yoki yomg'irli, issiq yoki sovuq bo'lishidan qat'iy nazar o'zimga qarata shu so'zlarni takrorlayman. Axir bu xuddi men xohlagandek ajoyib bir kun. Aytmoqchimanki, hozir quyoshli havo, ammo sen pardani yopib, bir necha kundan keyin hatto eslay olmaydigan muammolar qariga g'arq bo'lasan. Pardani och, deraza yoniga bor, qushlarning qo'shig'ini tingla, quyosh nurini badaningda his et. Ammo bu qorong'u xonada qolib ketma. O'zingga nisbatan bunday adolatsizlik qilma. Agar havo bulutli yoki yomg'irli bo'lsa ham, hech qachon pardalarni yopma. Yana och pardalarni va yomg'ir bilan raqsga tush. Va ushbu so'zlarni takrorlashni unutma. Men nolayotgan hayotim balki kimningdir orzusidir. Kechir Allohim. Bilasizmi, men suv ichayotib har qutimda tumshug'ini osmonga ko'targancha Xudoga shukr qilayotgan bir qushni ko'rdim.